Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar. Boshpana TV kanalini ko'ryapsizlar. Men sizlarga yaxshi joydan. Muhimi, narxi zo'r, 5,5 sotuv yer maydoni, 4 ta xona plus oshxonalari bilan remontlari zo'r, mazza qilib yashashga tayyor xonadonga keldim. Sizlar uchun, sizlarga ko'rsatish uchun keldim. Bu uchun bitta like menimcha arziyman. Bitta like bosib, kommentariyada menga ham shunaqa uylar nasib qilsin deb yozilgan har bitta insonga bundan zo'r uylar nasib qilsin. Agar siz uy joyi sotmoqchi bo'lsangiz, mana shu tepadagi nomerlar, meni nomerim 97 kodi bilan 422 27 75 telefon qilsangiz, o'zim javob beraman va borib chiroyli qilib obzor qilib, YouTube, Instagram, Telegram kanallarimizda joylashtiramiz va sotilishiga sababchi bo'lib qolamiz. Ketib bu uy ko'ramiz. Adreslarini, narx-navolarni hammasini aytib o'taman. 5,5 sotuv yer maydoniga ega. Shamol boshlanib qoldi, sovug'lar ham tezroq tushsa yaxshi bo'lardi. Xo'p, kir urishga mana bemalol 4 ta, 5 ta, 6 ta mashinangizni sig'dirib olsangiz bo'ladi. Umumiy yer maydoni 5,5 sotuvga joylashgan. Bu yerda adresi qayerda? Toshkent viloyati, Zangiota tumani, Gulbog' mahallasi, Amir Temur ko'chasida turibmiz. Xo'p, bu ko'ryapsizlar, zeloniy zona juda ham katta. Maza qilib ekin-tekin eksanglar ham bo'ladi. Bu yerda qo'y boqqan ekanlar, hozir hammasini sotib olibdilar. Qo'ylar yo'q ekan, faqat kaptarlar bor ekan. Kaptarlarga uyi narxidan 3 barobar bersa ham kaptarni bermayman dedilar. Uyi narxi lekin unaqa qimmat emas. Kaptarni narxi qimmat ekan. Xo'p, to'g'rimizda sanuzel joylashgan. Kirib ko'rsanglar bo'ladi. Remontlari zo'r, ichkarida mana o'zini o'sha dushovoylari, hamma sharoiti bor xullas, zo'r. Issiq suv, sovuq suv muammo yo'q, maktab, bog'chadan muammosi yo'q. Bu yerda hojatxona ekan. Bu yerda hojatxona. Bahorat qilishga ham sharoitlari bor, remontlari yaxshi. Xo'p, ketib bu yerdan uylarni ko'rsatamiz. Daraxtlari bor ekan, mevalar sob yotibdi, unumli, unumdor yerlar. Kaptarlar mana juda ham ko'p ekan. Kichkina o'g'illari qiziqar ekan, hech pul bersang ham buni sotmaydi, o'g'lim dedilar. Xo'p, mana mazaq o'tirishga naveslari bor. Mazaq choy ichib o'tirasiz. Suv kunlarda mana salqin shoboda zo'r bo'lib turibdi. Xo'p, bu yerda oshxonasi bor, kelinglar. Oshxonasi bor. Shu yerda choy ichib, qish kunida ichkarida o'tirsangiz ham bo'ladi. Choy ichib, maza qilib, taomlanib o'tiradigan xona, oshxona. Naveslari bor. Gaz, svet, suvdan muammosi yo'q. 4 ta xona, bu yerda 2 ta, bu yerda 2 ta. Buni birinchisini ko'rsataman, ikkinchisini ko'rsatmayman. Ayollar ichkariga kirib olishgan. Bu birinchi xonasi. Birinchi xonasi. Ichkarida yana bitta xonasi bor, remontlari yaxshi. Ko'ryapsizlar, kirib yashashga tayyor holatda. Bu yana 2 ta uy, xona bor bu yerda. Bu birinchi xonasi, bu esa ikkinchi xonasi. Spalni sifatida foydalansangiz bo'ladi bemalol. Xo'p, bu joyi narx-navosi qanaqa? Adreslarini takrorlayman. Toshkent viloyati, Zangiota tumani, Gulbog' mahallasi, Amir Temur ko'chasidamiz. 5,5 sotuv yer maydoniga ega, 4 ta xonasi bor, alohida oshxonasi bor, gaz, svet, suvdan muammosi yo'q. Ko'rgan barcha narsalar haqiqat, kelsanglar, xuddi shu narsani sizlar ko'rasiz. Men ham ko'rib sizlarga tavsiya qilaman. Bu joy narxi 78 ming dollar baholayaptilar. Pastda egalari nomeri, bemalol telefon qilib savdolashib xarid qilsanglar bo'ladi. Voy, u ekan, bu ekan deyishdan foyda yo'q. Telefon qiling, naqd pul bilan keling. Mana shu yerda o'tirib gaplashing, nech pul qilib berasiz, nech pulga berasiz, men mencha pul beraman deyin, taklifingizni bering. Bu bozor. Demak, o'zingizlar kelib savdolash, xarid qilishingiz uchun egasining nomerini qo'yaman men. Aynan shu egasining nomeri, shu xonadonni. Siz ham uy joy sotmoqchi bo'lsangiz, 2-3% o'rtada yeb, o'qilib, bo'qilib uy sotilish cho'zilib yotgan bo'lsa, tepadagi nomerlarga aloqaga chiqing. 97 kodi bilan 422 27 75. O'zim javob beraman. Borib chiroyli qilib uy joyingizni obzor qilib, Telegram, Instagram, YouTube kanallarimizga joylashtirib, uy joyingizni haqiqiy klientni o'ziga siz bilan bog'lab qo'yishi vazifasini qilamiz. Biz agar sababchi bo'lsak, uy joyingiz tez kunda sotilishiga biz sababchi o'zingizga xursand bo'lamiz. Demak, keyingi boshpanalarda ko'rishguncha sog' bo'lasizlar.